Alaykum. O'tgan darsda va'da qilingandek, ushbu darsda biz tezliklarni nazorat qilishni ko'ramiz. Misol uchun, tashkilotingizdagi maksimal tezlikni ma'lum bir foizini biror bir foydalanuvchiga belgilab qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasa, misol uchun talabalar uchun ixtiyoriy talaba, misol uchun internetdan foydalanganda 1 megabitdan yoki rektor foydalanganda uni tezligi yuqoriroq qilib, misol uchun 5 megabit qilib qo'yishingiz mumkin. Rahbaringiznikini, misol uchun, aynan rektor emas, rahbaringiz bo'lishi mumkin. Yoki ma'lum bir gruppadagilar uchun 10 megabit qilib qo'yishingiz mumkin o'zingiz uchun. Mana shunga o'xshash holatlarni ko'rib o'tamiz. Buning uchun yana Kerion administratsiya qismiga kiramiz. Va bizda xodim kompyuteri bor. Mana shu xodim kompyuterida birinchi avtorizatsiyadan o'tib qo'yaylik. Hali internetga dostуп yo'q. Kirill Lokal, Akbar Hayitov, misol uchun salom 123. Mana bu narsaga kirdik. Talaba kompyuteriga ham kiramiz. Kirill Lokal. Misol uchun endi talaba profilidan avtorizatsiyadan o'tadigan bo'lsak, bu yerda internetga dostуп yo'q. O'shaning uchun bunda ham birorta bir xodim bunaqasidan o'ta qolaylik. Profildan, misol uchun rektor, paroli salom 123. Mana buni ham o'tdik. Endi biror bir download fayllarni qilib ko'raylik. Test uchun mana test files ko'radigan bo'lsak, birorta bir fayl olib ko'ramiz. 1 gigabit yoki 100 megabaytlik fayl olamiz. Mana shu narsani test uchun ko'chirib ko'ramiz. Bu testlash uchun qanaqadir fayllar bu. Mana e'tibor beramiz. Ctrl J ko'radigan bo'lsak, mana endi bu yerda tashkilotda internet 8 megabit, mana o'sha holat ko'rsatib turibdi, undan ortib ketmaydi. Mana shu narsani ko'rdinglar, mana 8 megabit ishlab turibdi rektor uchun ham hozir. Tak, buni yopamiz. Xuddi shu narsa mana xodimda ham xuddi shunaqa umumiy tezlik 8 megabit bilan ko'chiradi. Mana tak 100 megabaytli narsani ko'chiradigan bo'lsangiz, Ctrl J. Mana bu yerdan xuddi shunaqa o'sha ya'ni 8 megabitdan oshib ketmaydi. E'tibor bering, tezlik 8 megabit. Bu yerda mana bu yerda download qilayotganda, ko'chirayotganda bu yerda bayt hisobida ko'rsatadi, ya'ni kilobayt. Mana shu narsani 8 ga ko'paytirsangiz, hozirgi holatda misol uchun 500-600 turibdimi? Demak, 5 megabayt tezlik yoki hozir 1000 kilobayt sekund bo'ladigan bo'lsa ham, demak o'sha narsa sizda 8 megabitni tashkil qiladi. 8 megabitni. Tezlik bilan, ya'ni download qilinayotgan narsaning orasida farq bor. Ya'ni ko'pchilik bu narsani balki tushunmas. Ko'pchilik balki tushunishi mumkin. Endi men to'liq tasavvurga ega emasman, sizni bilimsiz to'g'risida. Mana bu yerda ko'rsatib turilgan tezlik bu bit emas, ya'ni bayt sekund hisobida ko'rsatib o'tilgan. E'tibor beradigan bo'lsangiz. Ya'ni o'sha siz tezligingizni 8 ga bo'lib, mana shu yerda son chiqadigan bo'lsa, demak siz o'sha kanalingizdan to'liq foydalanib turibsiz. Demak, bu narsani ham ko'rdik. Endi biz nima qilamiz? Misol uchun mana bu xodimni kompyuteridan Akbar Hayitov kirgan, talabaning kompyuteridan misol uchun talaba deb nomlangan kompyuterdan rektor kirgan. Mana bu yerda misol uchun xodim, ya'ni Akbar Hayitov uchun tezlikni 2 megabitga tushirib qo'yish mumkin. Shunaqa holatda nima qilamiz? Buning uchun yana boshqa o'yinda ko'radigan bo'lsangiz, управление polosai пропускания mana shu bo'limga kirib, mana добавить qilasiz. Добавить qilib, mana bu yerda demak xodim uchun yoki mayli xodim uchun deylik. Xodim uchun deysizda. Demak, bu yerda kim? Misol uchun foydalanuvchini olishingiz mumkin. Mana bu yerda kim, qaysi foydalanuvchi? Ya'ni Akbar Hayitov uchun tezlikni, mana Akbar Hayitov uchun olasiz va unga skachatda bu skachat bo'limiga kirib
ne previshать, ya'ni 2 megabitdan oshmasin deysiz foydalanuvchiga. 2 megabitdan oshmasin. Mana bu yerda e'tibor bering, 2 megabayt bor. 2 megabit bor. Ya'ni siz tezligi 8 bo'ladigan bo'lsa, mana o'sha narsadan oshmasin. Yoki 1 megabit deyishingiz mumkin. Mana 1 megabit. Okey. Vot, mana bu narsani primitiv qilib qo'yasiz. Mana xodimni kompyuteri. Tak. Mana kirib ko'ramiz. 100 megabit. Tezlikka e'tibor beramiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni mana shu narsani 8 ga ko'paytiring, bu maksimum bo'lsa 125 ko'rsatishi mumkin. Mana shu 120 mana shu narsa turibdi-ku. Sababi 2 megabit berdik. 2 megabitni siz 8 ga bo'lsangiz, bu 125 chiqadi. Shu 125 dan oshib ketmaydi bu narsa. Mana endi 1-2 kilobayt o'sha narsa emas. Demak, mana shu narsa 2 megabitdan oshib ketmaydi tezlik. Bu uchun xodim uchun siz demak tezlikni cheklab qo'ydingiz. Rektor uchun misol uchun qilishingiz mumkin. Mana bu yerda ya'ni bu yerda qo'yasiz. Ya'ni rahbarlar uchun deyishingiz mumkin. Rahbarlar uchun tezligini pользователь gruppa mana bu yerda rektorga qo'yib qo'yishingiz mumkin, da. Keyingisi mana bu yerda misol uchun mana Karol deylik, misol uchun Karol, ya'ni adminlar uchun qo'yib qo'yasiz. Bu yerda hech qanaqa bez ограничения qo'yib qo'yishingiz mumkin. Keyingisi добавить новые правила turadi. Ixtiyoriy qolgan foydalanuvchilar uchun bo'lsin. Qolgan ixtiyoriy avtorizatsiyadan o'tdimi? O'shalar uchun sizda aynan talabalar yoki xodimlar emas, boshqalar bo'lishi mumkin, sizda Wi-Fi tochkalar bo'lishi mumkin shunga o'xshash holatda. Misol uchun tezligini oshirmaysiz, ne previshать kilobit bo'ladigan bo'lsa, 1 megabitdan ham kichikroq qo'yaylik. Misol uchun 512 kilobitga tushirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni bu download edi, endi upload, ya'ni yuklash ham xuddi shunaqa. 512 kilobitdan demak nima qilib qo'yishingiz mumkin, tushirib qo'yishingiz mumkin. Mana primitiv qilasiz. Yana bitta narsaga e'tibor bering, mana qolganlari degan, mana shu qolganlar rahbarlar uchun demak bez ограничения hech qanaqa tezlik bo'yicha problema yo'q. Qolganlar mana bu yerda turibdi, lekin Akbar Hayitov pastda turibdi. Akbar Hayitov ham mana bu tepadagiga bo'lsin, o'shaning uchun Akbar Hayitovni tepaga chiqarib qo'ysangiz, demak Akbar Hayitov kamida 1 megabit tezlikka ega bo'ladi. Mana shunaqa holat. Endi keyingisi, yana bitta e'tibor berish kerak bo'lgan narsadan bittasi, mana bu yerda polоса пропускание для связи с интернетом. Ya'ni internet bilan bog'langanda siz internetingizni tezligi qancha? Mana shu narsani belgilab qo'yishingiz mumkin. Bu nima uchun qulay bo'ladi? Misol uchun mana bu yerda tezlik emas, siz qanaqadir protsent ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni siz internetga bog'langan tezligingizni misol uchun 1% yoki mana shu 10% dan oshib ketmasin. Akbar Hayitov internetga ulanganda sizni общий tezligingizni faqatgina 10% ni olishi mumkin. O'shanaqa holatlarda 10% ni nimadan aniqlaydi deganda, demak siz mana bu yerda tashqi internetingizni tezligini kiritib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda 8 megabit. Mana bu yerda tanlab qo'ydik и применить. Mana shu narsani tanlab qo'ydik. Endi o'shanaqa holatda mana bu yerda nima deydi, upload ham xuddi shunaqa qilib qo'yishingiz mumkin. Mana primet qilib qo'ydik. Mana bu yerda o'sha upload qilganda ham demak nima qiladi? 10%, ya'ni 8 megabitda 10% 800 kilobit bo'ladi. Demak mana shu 8 kilobitdan oshib ketmaydi Akbar Hayitov. Mana shunaqa holatda ham qo'yishingiz mumkin. Yana bundan tashqari mana bu yerda davomida e'tibor beradigan bo'lsak, допустимое время turibdi. Допустимое времяda mana shu misol uchun Akbar Hayitov umumiy tezlikni 10% ni oladi, ya'ni 800 kilobit yoki masalan o'sha mayli 1 megabit deylik, mana bundan 2 barobar yuqori почти. Mana shu narsada demak nima qilishingiz mumkin? Ma'lum bir vaqt uchun berib qo'yishingiz mumkin. Buning uchun mana допустимое время degan bo'lim bor. Mana shu yerda mana всегда upgrade window turibdi. Mana shunaqa holatda nima qilishingiz mumkin? Siz mana bu yerda interval времени degan joy bor. Mana shu kirib nima qilasiz? Добавить. Misol uchun xodimlar uchun deylik. Mana xodimlar uchun qanaqadir interval yaratasiz. По дням, demak, mayli mana shu по дням. И так
mana bu yerda 09 ya'ni ertalab 9dan mana 8:30 dan deylik. 08:30 dan misol uchun kechki 18:30 gacha, ya'ni 10 soat bo'lagi qaysi kunlarda? Demak, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba kuni, ya'ni yakshanba kuni ishga chiqmaydi. Вот, mana shu kunlari, demak, faqat mana shu paytdagina mana 1 minut xodimlar uchun demak interval yaratdik. Mana shu intervalni endi mana bu yerga qo'llaymiz. Filtratsiya emas, demak bizda upravlение. Вот. Mana bu yerda xodimlar uchun, ya'ni Akbar Hayitov bor edi bu yerda. Mana shu xodimlar uchun demak 2 marta bosaylik. Sigda и mana xodimlar uchun degan mana joy. Ya'ni bu nima deganim? Nima bo'ladi endi? Akbar Hayitov uchun tezlik, umumiy ya'ni maksimal tezlik 8 megabitni 10% beriladi. Faqatgina mana bu interval uchun, xodimlar uchun berilgan interval, ya'ni dushanbadan shanbagacha soat ertalab 8:30 dan kechki 18:30, ya'ni 6:30 gacha, demak mana shu pravila ishlaydi. Qolgan paytda uni tezligi 512 ga tushib qoladi. Yoki rahbarlarga chiqib ketib qolmaydi, boshqa narsa qilmaydi. 512 ga nima qiladi? Tushib qoladi. Mana o'shanaqa narsalarni ham demak mana shuni berishingiz mumkin. Mana bu yerda primitiv qiladigan bo'lsangiz, demak mana shunaqa qilib cheklashingiz mumkin. Bu yerda faqat u foydalanuvchilar uchun tezlikni nima qilishingiz mumkin? Balki yana bundan tashqari mana повышенный kvota bor. Ya'ni bu nima qiladi? Misol uchun birinchi darsda ko'rib o'tgandik, ma'lum foydalanuvchilarga ma'lum bir ob'yom trafik berilgan, ya'ni bitta foydalanuvchi bir kunda 1 gigabayt ma'lumot ko'chira oladi. O'sha 1 gigabayt ma'lumot ko'chirgandan keyin tezligini sразу misol uchun 100 kilobitga tushirib qo'y yoki 128 kilobitga tushirib qo'y. Siz misol uchun provayderlarda ko'rgansiz bu holatlarni. Shunaqa holatda ham nima qilishingiz mumkin? Tekshirishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, pravila trafika turibdi mana bu yerda. Nima deydi? Telegram uchun qoida, boshqa narsalar bor-ku. Mana shu aynan Telegram yoki Tasix uchun-da Telegramni blokirovka edi. Misol uchun Tasixga bog'lanish qoidasi bor-da. Даже o'sha Tasixga bog'langanda ham tezligini, demak, 10 megabitdan oshirma yoki boshqa narsa qilma degan holatlarni ham qo'yishingiz mumkin. Yoki misol uchun nima qilishingiz mumkin? Ma'lum bitta kompyuterlarga yoki saytlarga kirganda ham ma'lum bir saytlar uchun ham aynan o'sha tezlikni tushirib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun Kunuzga kirganda ham o'sha tezligini nima qilishingiz mumkin? 512 kilobitga tushirib qo'yishingiz mumkin ma'lum bir saytlarga. Yoki qanaqadir audio fayllarni ko'chirayotganda, boshqa narsa qilayotganda ham shunaqa qilib ham nima qilishingiz mumkin? Tezliklarni tushirib qo'yishingiz mumkin. Mana shu oyna sizga, demak, mana shu bo'lim siz uchun juda katta yordam beradi, ya'ni tezliklarni boshqarish uchun primitiv qilib tanlab qo'yishingiz mumkin. Demak, bu demak tezlik bo'yicha boshqaruv usullari edi. Demak, bugungi darsimizni yakunlasak ham bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ham sizga foydali ma'lumotlarni berib o'taman. Keyingi darslarda ko'rishguncha.